Assalomu alaykum. Nima? O'tgangi safar bizga anaqa dori sepib beruvdilar. Hozir 15 kunda sepib beramiz dedilar. pastorniysizmi? Ha, pastorniysini. Hozir xolajonim. Yashnobod военный городок 36A mi? Ha, o'zi. Umida opajonsizmi? Ha. Aha, opajonim. Ha, o'shanga endi vaqti bo'lib qoldi. 10 kun shunaqalarda septirasizlar dedi-da. Qaysi pastorniysini. Ertangiga yozib qo'yaymi? Ha, xudo xolasa ertaga soat 1 agar 10larga kelsa, ana 6 soatda kiraveramizmi yo 1-2 kun bo'lishi kerakmi? 6 soatda kiraverasizlar. Ha, bo'laveradimi? Ha. Anaqa agar bir septirganimizga 1 oy bo'lib ketsa, unda bo'lmay qoladimi? Ha, bo'lmay qoladi. Skidka 50%. O'g'lim ham shuna dedi-da. To'g'ri. Ha, bo'pti, bo'lmasam ertaga soat 10larga yozib qizlarga ham kelishaversin. Xo'p bo'ladi, yozib qo'ydim. Ha. Bo'pti, rahmat, Sanjon, sog' bo'lsin, boringizga shukr. Ha, sizlar bor ekansizlar, mana jonimiz kirib qoldi rohatga. Yo'q, rostdanmi? Ancha yozib. Ha, mana nima deydi, vaqtimiz ana bo'lmay bir haftalar rosa chaqildik-da. Keyin anaqa septirganimizdan keyin umuman mana chaqqan yo'q, mazza qilib yotdim. Xolajonim. O'sha pastorniysini ham septirib yuboraylik, rahmat, borlangga shukr. Ha, Sanjonlar sog' bo'lsin, kompaniyalangga ham rahmat. Salomat bo'ling. Hop, aytganingiz kelsin. Ha.